Oho. Sanjar aka? Mahinur? Voy esim qursin. Anaqa sumkam universitetda qolib ketibdi-da. Plastikman pulim ham uni ichida edi. Men sizga anaqa karta raqamingizni ayta olasizmi? Kartadan tashlab beraman sizga. Ayting. Shoshmang. Men beraman. Mana bu pulingiz bu qiz uchun. Men o'zim chaqirgan edim bu taksini mana. Xijolat qildingiz-da. Anaqa karta raqamingizni ayting, sizga tashlab beraman. Yo'q, shart emas. Shunchaki sizga beminnat yordam bergim keldi. Haligi men sizdan qarzdor bo'lib qolishni xohlamayman. Tinchim buziladi-da. Tinchingiz buzilmasin, yaxshi qiz. Meni ham singlim bor. Uni ham ko'cha-ko'yda noqulay ahvolga tushishini xohlamayman. Shuning uchun sizga ham yordam bergim keldi. Xijolat bo'lmang. Hammasi joyida. Voy, to'xtang. Sizni qayerdan topaman? Hech bo'lmasa kimligingizni aytib keting. Qor bobo sovg'a berdi deb hisoblayvering. Yaxshi qiz. Bilmaysizmi, avtobus qachon kelar ekan? 5 daqiqada keladi avtobus. Siz qayerdan bila qoldingiz 5 daqiqada kelishini? Voy, siz bu yerda nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilardim? Sizga o'xshab avtobus kutyapman. Faqat qachon kelishini vaqtini aniq bilmayman-da. O'shanga xirapashchaga o'xshab so'ray qoldim. Anchadan beri kuzatib yuribman. Shunga yoningizga kelgim keldi. Hozir, Mahinur. Shoshmay tur. Mana shuni yutib olay. Hisobimga katta pul tushadi-da. O'zichi, nimasi qiziq shuni? Nima kerak bu? Nimasi qiziq? Buni turgan bitgani pul-ku. Arzimagan pul tukasan. Agar omading chopsa, bir dunyo pul yutasan. Gap bu yoqda deng. Bu-chi halol emas. Xuddi qimordek gap bu ham. Mehnat qilinmasdan osonlik bilan topilgan pul egasiga yo'qmaydi, bilasizmi? Nasihatga o'ylaying qo'ysang-chi. Hozir hamma shunday o'yinlarni o'ynaydi. Kartangda puling bormi? Mana shu o'yinga tikaylik, aniq yutamiz. Yo'q. Bunday ishlaringiz uchun pul berib tura olmayman. Yaxshichi, keta qolaylik. Baribircha bu yerda turgan bilan foydasi yo'q. To'xta. Shoshmagin. Namuncha jahling burningning uchida turadi. Iltimos. Shunda kartamga pul tashab ber, senga 2 barobar qilib qaytaraman. Yo'q dedim-ku. Xo'p, bir tashab bergin, men shuni 2 barobar qilib qaytaraman deyapman. Xo'p. Yo'q, 3 barobar qilib qaytaraman. Tashab bergin sen. Nima qilasiz? Xo'p degan, tashab ber. Yo'q, oyi. Ha qizim, kelaverman bu yoqdaman. Yaxshi keldingmi bola? O'qishdan kelsam yo'q ekansiz. Qo'shniga chiqib ketdim. Bir ro'y chiqib aylanib keldim. Tinchlikmi? Kayfiyating yo'q? Charchadingmi? Charchadim shekilli oyijon. Ona qizim, senga yangiligim bor. Bugun juda yaxshi joydan sovchilar kelishdi. Dadangga ham, menga ham juda ma'qul tushdi. Bilasanmi? Ota-onasi juda bama'ni odamlarga o'xshadi. Bir yigit bilan ko'rishib bor. Ha, nima deding? Oyijon, qo'ying. Hali o'qishim bor. Bitiray. Keyin biror gap bo'lar. Xo'p, o'qishing o'z yo'liga. Bir marta bo'lsa ham yigit bilan ko'rishib gaplashib ko'rgin, balkim senga ham ma'qul kelar. Bilasanmi nima deyishdi? Menga yoqqan joyi o'zlarimiz o'qitamiz. Shart-sharoitini yaratib beramiz deyishdi. Oyi. Ha, bir marta ko'rsang nima bo'ladi, qizim? Oyi, men hali turmushga chiqish niyatim yo'q. Mahinur, nimaga telefoningga javob bermaysan? Senga necha marta telefon qildim? Assalomu alaykum, Sanjar aka, yaxshimisiz? Va alaykum salom. Yaxshi. Ha, dars payti telefonimni ovozsiz rejimga o'tkazib qo'ygandim. Tinchlikmi? Namuncha shoshib keldingiz?
Menga tezlik bilan pul kerak bo'lib qoldi. Yoningda pul bormi? Ha, yana nimaga? Yana o'sha zormanda o'yinga pul tikib yutqazib qo'ydingizmi? Mohi, hozir sen nasihatingni eshitadigan ahvolda emasman. Kimdan bo'lsa ham so'rab berib tur. Bo'l, ter. Ha, alyo, Setora, yaxshimisan? Menga pul kerak bo'lib qoluvdi. Juda ham zarur. 2 million kerak bo'lib qoldi. Ha, imkoni bo'lishi bilan qaytaraman. Xo'p, rahmat dugonajon, boringga shukr. Aha, hozir karta raqamimni yozib yuboraman, xo'p? Ana, bo'ldi. Endi ko'nglingiz xotirjam bo'ldimi? Zo'r qilsan-da, Mohinur. Hamma ishlarni bir pasda qilib tashlaysan, ha? Tankang kuchlisan qizni. O'sha kartingizga tashlash kerakmi? Ha. Xuddi o'sha kartaga tashlab bersin. Oho. Ana. Ishlay ham 5 bo'ldi. Pul tushdi. Rahmat, Mohi. Xo'p, mayli Sanjar aka. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Sizga gapim bor. Mohi, hozir juda ham shoshyapman. Keyin sen bilan gaplashamiz, xo'pmi? Juda ham zarur Sanjar aka. Men ketyapman. Ehtiyot bo'lib ketgin-a. Tinchlikmi, oy, nima gap? Qizim, oxirgi paytda juda o'zgarib qolding. Tinchlikmi? O'qishlaring bilan qiynalmayapsanmi? Yaxshiman, oyi. Hozir sessiya payti, o'qishlarim ko'p. O'shanga biroz charchayapman. Mayli. Bunaqada o'zingga qara bolam. O'z vaqtida ovqatlan. O'z vaqtida damingni ol. Vaqtida ishlaringni taqsim qilmasang, hammasiga ulgurasan, bolam. Xo'p, oyi, xo'p. Bolam. Naboda, menga aytadigan gaping yo'qmi? Yo'q, oyi. Nega birdan bunaqa deb so'rayapsiz? Men begona emasman. Sani onangman. Onangdan hech narsani yashirma. Aslida qizlar onasi bilan sirdosh bo'lish kerak. Tunov kuni kim bilandir telefonda gaplashganingni qulog'imga chalindi. Menga to'g'risini ayt, jon qizim. Kimnidir yoqtirasan? Oyi, bitta bola bor. O'zi tasodifan tanishib qolganmiz. Shu yigit menga dilini ochgan. Men ham unga befarq emasman. Xo'sh, bu yigit kim? Nima ish qiladi? Ota-onasi bormi, yo'qmi? Ota-onasi kim? Ochig'i, nima ish qilishini bilmayman. Qarang, ota-onasi haqida ham so'ramagan ekanman. Lekin o'zi juda ham yaxshi odam. Quruq yaxshi gapirib, ko'yningni olgani bilan bunaqasi ketmaydi. Hozir u ko'zing bu ko'zingga dushman bo'lsa, avval so'rab surishtiraylik. Kim u? Nasl nasabi kim? Kimni bolasi? Qolaversa, avaylab asrab katta qilgan qizimizni duch kelgan odamga yaxshi ekan deb uzatib yubormaymiz-ku, bolam. Bo'lmasam-chi, oyi. Sanjar akam bilan o'zingiz gaplashib ko'ring, iltimos. Sizga ma'qul keladi, mana ko'rasiz. Keyin adamni ham ko'ndirishingiz oson bo'ladi. Iltimos, jonoyjon, yo'q demang. Jon bolam, agar dadang bilsa, boshim baloga qolib ketadi. O'zing bilasan-ku, dadangning fe'li qanaqaligini. Undan keyin tunov kuni kelgan sovchilar ham dadangga ma'qul kelib turibdi. Aslida dadang shularga rozilik beraman deb shaylanib turibdi. Jon oyi, siz Sanjar akani bitta ko'ring. Qizingizni ham ko'ngliga ozgina qarang. Mayli. Qani, bir gap bo'lar. Bir fursatini topib, ko'rishib, gaplashib qo'yamiz. Rahmat oyijon. Doim qizingizni tushunishga harakat qilasiz. Yaxshi ham sizda oyim bor. Jon qizim, ilohim, baxting to'kis bo'lsin. Dadang bilan ikkimiz sani baxtingni ko'rsak bo'ldi.
mana Sanjar aka kutib turibdilar bizni oyi. Menga qara, bu betoqat turishidan sabrsiz odamga o'xshaydi. Oyijon, o'qituvchiligingiz uchun hammani sinchkov kuzatasiz, ha? Oddiy joydagi yigit bo'lsa, muhimichi meni yaxshi ko'radi-yu oyijon. Bunchalar bag'ritosh bo'lmang. Ha, qizim, ha mayli. Oldindan bir nima deyish qiyin, lekin aytib qo'yay. Agarda ma'qul kelmasa, biz aytgan yigit bilan ko'rishasan. Tushundingmi? Xo'p, avval ko'rishing, gaplashing. Sizga ma'qul bo'ladi. Ha, bolama, adashmasak bo'ldi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolam yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Yuringlar. Ichkariga joy aytib qo'yganman. Ichkariga kiramiz. Ha, yo'q, bolam, mana shu yerda gaplashaveramiz. Qornimiz to'q. Ichkariga kirishga hojati yo'q, bolam. Ichkariga kirsak bo'lardi. Yo'q, mayli, mana shu yerda turib gaplashaveraylik, jon bolam. Menga qarang, bolam. Bu meni qizimmi? Mohinurni anchadan bir taniysizmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bir-biringizni qay darajada taniysiz? Uncha ko'p bo'lmadi tanishganimizga. 3-4 oy bo'ldi menimcha. Xo'p, bolam. Bu nima ish qilasiz? Kasbkoringiz bormi? Bir hunarli egasimisiz? Aha. Shu nima desam ekan? Bir kichikroq biznesim bor. Shuni yurg'izaman. Mayda-chuyda oldi-sotdi degandek. Har qalay kunimiz o'tib, qora qozonimiz qaynab turibdi degandek. Menga qarang. Bu Mohinur qizimmi? Sizga uzatsam. Baxtli qilishga, bekami ko'zini yoshini oqizmaslikka ko'z yetadimi? Bu nima deganingiz? Qizingiz bizni xonadonga kelin bo'lsa, yegani oldida, yemagani ketida bo'ladi. Oyimning shahar markazida katta do'koni bor. Shuni yuritadilar. Shaharning eng oldi ayollaridan. Ushlagan joylarini cho'rt kesadilar. Mohinur mana shunday oilada yashasa yomonmi? Ha, shunday deng. Bu dadangiz nima ish qiladilar? Dadammi? Dadam shu. Oyimga yordam beradilar. Ya'ni tashkiliy masalalarni hammasini dadam hal qiladilar. Sanjarbek, o'g'lim, endi gap bundoq. Biz qizimizni imkon darajasida oq yub, oq tarab katta qildik. O'qitib, ilmli, bilimli qiz bo'lsin deb kasb hunarli qildik. Mohinur ishlash shart emas. Uy ishlarini eplab, pishir-kuydirlarni joy-joyiga qo'ysa bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Endi maqtanish masu bunaqa sharoitda mana degan qizlar ham orzu qiladi. Ha, bolam, tushunarli. Ha, oyi, balki ichkariga kirganimiz ma'qul-da? Ichkariga kiraylik, yaxshi bo'lardi. Yo'q, bolam, ovora bo'lmang. Biz shoshib turibmiz. Agarda uyga vaqtliroq bormasak, dadasining jahllari yomon. Endi mayli, yana bir dadasi bilan maslahatlashib ko'ramiz. Bizga ruxsat-a, bolam? Xo'p. Yaxshi aytib olinglar. Mayli, bolam. Sog' bo'ling. Qani oldimga. Oyi. Obbo. Bu jiddiy xonimga yoqmadim shekilli. Oyi, yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? Sanjar aka qo'ng'iroq qildi. Oyingga yoqdimi? Nima dedilar? deb so'rayaptilar. Menga qara. Men san qizga nima dedim boya? U bola bizning oilamizga umuman to'g'ri kelmaydi. Gap so'zlarini ko'rdingmi? G'irt ko'chani bolasi ekanligi ko'rinib turibdi-ku. Oyjon, juda oshirib yormadingizmi? Unchalik emas. Aytgandim-ku, ortiqcha mulozamatni bilmaydi deb. Yo'q. Ko'rdim. Ko'rinib turibdi. Tarbiyasi umuman yaxshi emas. To'g'rirog'i, oilasidagi muhit yaxshi emas. Uni gap so'zlarini yonimda turib o'zing ham eshitding-ku. Ularning oilasida ayol kishi bosh. Erni o'rni yo'q. Biz esa unaqa odamlar bilan quda bo'lmaymiz. Yaxshiyam dadangga bir og'iz ochganim yo'qmi? Bo'lmasam naqd boshim baloga qolar edi. Oyi, Sanjar aka menga yoqadi. Men faqatgina o'sha yigit bilan baxtli bo'laman. Bekorlarni beshtasini aytibsan. Endi meni yaxshilab eshit. Sen dadang bilan men aytgan yigitga turmushga chiqasan. Aql farosatli, ota-onasi bor, uyim joyim deydigan, oilasini hurmat qiladigan yigitga turmushga chiqasan. Unga emas faqat. Ko'nglim bo'lmagan yigit bilan qanaqa qilib yashayman, oyi? Nega meni majburlayapsiz?
Hech qaysi ona o'z bolasiga yomonlik tilamaydi. Ota-ona yaxshi bilmasa gapirmaydi. Sen men bilan dadang aytganini qil, kam bo'lmaysan xudo xolasa. Ertagayoq biz aytgan yigit bilan uchrashuvga chiqasan. Boya yigitning onasi bilan qo'ng'iroqlashgandim. Dadang ham mana shu fikrda. Ay kesinlar. Ha ishxonamgacha yig'ilib kelibsanmi? Assalomu alaykum Sanjar aka. Nega yo'q bo'lib ketdingiz? Telefon qo'ng'iroqlarimga javob ham bermayapsiz. Ha nima qilishim kerak? Ha qizimizni senga bermaymiz deyishgandan keyin itni keyingi oyog'i bo'lib akillab yurmayman-ku orqangdan. Hech kim sizni itga tenglashtirgani yo'q. Ha. Bo'lmasa nima? Oying yuzimga tarsak tortgandek muomala qilganlaridan keyin nima deyishim kerak? Ha yalinib eshiging tagiga yota olmayman-ku. Meni ham o'zimga yarasha erkaklik g'ururim bor. Sanjar aka, hozir gap talashib o'tiradigan fursat emas. Meni uzatishmoqchi. Ota-onam qattiq yoqtirib turib olishgan. Yaxshi. Nima ham deymiz? Baxtli bu. Sanjar aka, gapirgan gapimni quloqlaringiz eshitmadi shekilli. Men turmushga chiqayapman. Xo'p. Eshitdim. Nima qilishim kerak? Yo. Iltimos. Qizinglarni boshqaga uzatmanglar. Menga beringlar deb yalinishim kerakmi endi? Mendan osonlikcha voz kechib ketaverasizmi? Mohinur. Yosh bo'lib bo'lmagan. Bu o'ldim, kuydim, sevdim. Hammasi kitoblarda bo'ladi. Ha, endi nima ham qilamiz? Hayot deganlari shu ekan. Baxt tilayman. Bo'ldimi? Boshqa gapingiz yo'qmi menga? Xo'p. Yana nima deyishim kerak? Shu joyda nimadir qolib ketdimi? Vijdonsiz ekansiz. Sevgimni qadriga yetmaydigan ko'rnamakka ko'ngil qo'yibman. Mingdan ming afsusdaman. To'xta. Qo'lingdagi tilla uzugini yechib ket. O'l ketmasin. Bergan uzugingiz boshingizda qolsin. Ha nima to'g'ri-da. Meniki bo'lmaganingdan keyin bu qimmat uzukni senda qoldira olmasdim-da. Bu uzuk hali ko'p qizlarni barmog'ini bezashi kerak. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Mohinur, sen shu uyda yashaysanmi? Oho. Shunaqa katta uyda yashayman degan. Bugungi kunim syurprizdagi boy ko'rinadi. Bunaqa uyda yashash uchun kattagina badavlat odam bo'lish kerak. Demak, yaxshigina boy odamga turmushga chiqibsan-da. Shuncha yil o'tsa ham zarracha o'zgarmabsiz-a? O'shasiz. Hamma narsani pul bilan o'lchaysiz. Shunaqa borimiz shu. Vaqtida shu ko'rinishimizda ham qadrli edik. Mayli, gapni ko'paytirmaylik. Endi o'tgan ishlarni eslashdan foyda yo'q. Bering. Pulingizni kartaga tashlab qo'yganman. Endichi keta qoling. Ko'rgan ko'zga yaxshi emas bizda bunaqa gaplashib turishimiz. Gaplarim yo'qmadimi? Yoki ering ko'rib qolishdan qo'rqyapsan? Bu boyvachcha ering birgina gaplashib turganimizga voz kechib ketmas. Erim haqida gapirishga umuman haqqingiz yo'q. Xizmat haqqingizni oldingiz. Bu yerdan keting endi. Shoshma. Namuncha qo'rqasan? Nima bola? Yuragingni olib qo'yganmi deyman, ha? Keting. Bu uyga boshqa hech qanaqa buyurtma olib kelmang. Yo'q, mohinam. Endi osonlikcha ketadigan ahmoq yo'q. Bu uyga hali ko'p buyurtma olib keladiganga o'xshayman. Bo'lishi mumkin emas. Har qanaqasiga 5 yil o'tib qarshimdan chiqsa-ya. Endi nima bo'ladi? Endi nima qilaman? Erim hammasini bilib qolsa-ya. Yo'q, bunchalikka bormas.
Vahimaga berilma Mahinur. O'zingni qo'lga ol. Bu shunchaki tasodif. Endi boshqa yuzma-yuz bo'lmaysan. Ey Xudoyim, ishqilib Javohir akam xabar topmasalar bo'ldi. Rosa charchadingmi deyman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, bilmay qolmay kelganingizni. Biron joying og'riyaptimi? Yaxshimisa? Suvni ochmaysanmi? Ming bor uzr, aniqa xayol bilan bo'lib. Mo'g'lur, rostdan ham har kungidan boshqachasan. Tinchlikmi? Biron joying og'rimayapti? Yaxshimisa? Charchaganman shekilli. Mazam bo'lmayaptimi, bilmayman. Issig'ing yo'qmi? Harorating yo'q. Demak, rostmana charchabsan. Suvni ochmasdan turib, idishni yuvishingni qara. Sal o'zingga kelib ol. Senga doim aytaman. Ha deb uyda ishlariga o'ralashib qolmagin. Ko'chaga chiq, dugonalaring bilan gaplash. Chalg'igin deyman-da. Lekin baribir o'z bilganingdan qolmaysan. Mana oqibati. Asoratini ko'rsatishni boshlabdi. Ay yo'q, xavotirlanmang. Men yaxshiman. Bu e'tiborsizligimdan. Shunchaki bir marta to'yib uxlasam bo'ldi. O'zimga kelib qolaman. Senga toza havo kerak. Uyda diqqi nafas bo'lib o'tirganingdan keyin sana mana bu miyangga kislorod yetishmayapti. Obbo siz, baribir ham shifokorligingizga borasiz-a? Ha? Kislorod yetmayaptimi? Yana bir nimalar deb odamni qo'rqitasiz. Shu hafta dam olish kuni seni bir joyga olib boraman. Aylanamiz. Kelishdikmi? Tez shunaqa charchab tursam bo'lar ekan-a? Ishingizdan, bemorlaringizdan ortib menga vaqt ajratar ekansiz. Tushimda. Ovqating tayyormi? Men hozir kiyimimni almashtirib chiqay. Tezda chiqaman. Bo'la qoling. Xo'p. Tayyor ovqat. Ha, Dilnoz, bo'pti, xo'p, keyinroq gaplashamiz, telefon qilaman. Sog' bo'lgin, xo'p. Mohinur, Siz bu yerda nima qilyapsiz? Nima balo, orqamda kuzatib yuribsizmi? seni kuzatib nima qilaman? Asani ko'raman desam, manzilingni bilaman-ku. Nima? Manzilingni bilsam deysizmi? Bilsangiz nima qilasiz? Ja, vahima qilma. Shunchaki yo'lim shu mahallaga tushgan edi. Buyurtmalarni egasiga topshirib qaytyapman. Bo'pti, yo'lingizdan qolmang, ketavering. Nega endi? Gaplashib ketamiz. Bir-birimizga begona emasmiz. Eski qadrdonlar bo'lsak. He, menga qarang. Indamasam og'zim bor deb hamma narsani valdiraverasizmi? Boring, ishingizni qiling, keting. Qara. 5 yilda shuncha o'zgarib ketdingmi? Avvallari bir og'iz shirin so'zimga intiq bo'lib turarding-a? Menga qarang. Men 5 yil avvalgi Mohinur emasman. Endi boshimda erim bor. Erli ayolman. Hali ham o'sha-o'shasan, ha? Jahling burningga uchida turadi. Salga jizillab ketasan. 5 yil o'tsa ham o'zgarmabsan. Yanada go'zallashib, jozibali bo'lib ketibsan. Jim bo'ling, boring, keting. Ko'rgan odam nima deb o'ylaydi? Tavba qildim, odam degani ham shunchalik bezbet bo'ladimi? Hali shunday qilaman. O'zing yalungidek bo'lib qarshimga chiqasan. Mohinur, ertaga meni oq ko'ylagim, qora kostyum shimlarimni tayyorlab qo'y. Xo'p. Ha. Sovuq choying bormi? Shunaqa chanqab ketyapman. Namichi, tishingiz terladimi? Shu sovuqda sovuq choy ichasizmi? Ha, tishim teriladi. Xo'pki, boya operatsiya paytida shunaqa chanqagandim. Ishlar bilan bo'lib, xayolimdan ko'tarilibdi. Choy olib kel, muzday bo'lsin.
mayli xo'p. Ko'proq olib kelgin, shunaqa ichim yonyapti. Tavba, hamma sovuq kunda sovqatsa, bu kishim sovuq choy icharmish. Endi biz boshqacha odammiz-da. Eshik. Ha, nima bo'ldi? Eshik bo'lgandan keyin jingirlaydi-da. Kimdir keldi, anaqa qo'ng'iroq chalinyapti. Ha, eshitib turibman. Nimaga shuncha vahima? Hozir yordamchim kelish kerak edi. Xonamda bemorimni rentgen qog'ozi qolib ketgan ekan. Shu ketishda tashab o'tgan devdim. Shu kelgan bo'lsa kerak. Shunday qarab kelaychi. Sanjar tinchimni buzsa-ya, oilamizga dars ketmasa edi. Xudo ko'rsatmasin, Sanjar Javohir akamga avvalgi munosabatlarimizni aytib bersa, nima qilaman? Qo'limdan nima keladi? U vijdonsiz osonlikcha yo'q bo'lib ketmaydi. Nima qilsam ekan-a? Yo hammasini Javohir akamga aytib bersammikan? Yo'q. Mohinur, nimalar deyapsan? Ering seni hech qachon kechirmaydi. Oy. Ha, nima bo'ldi? Oy. Nima? Qizvoldim. Nima bo'ldi qani? Qani? Voy, sen xayoling qayerda? Senga o'zi nima bo'lyapti? Har doim hardam xayolsan, To'xta. Voy, bunga dori qo'yish kerak. To'xtab tur hozir. Hozir dori olib kelay. Shunday insonni qadriga endigina yeta boshlaganimda, endigina hayotim iziga tushib, juftimning mehr muhabbatini his qilganimda, bu Sanjar balosi qayerdan chiqdi-ya? Hozir mazza topib olay, olib boraman. Voy, oyog'im. Ha, nima bo'ldi? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Voy, nima qildi? oyog'im qayrilib ketdi. Bosolmayapman. Xayr, mashshetmi? Qani bir ko'raychi. Ay! Hop. Mana shunaqasida o'zingiz davoylamaysiz. Keyin mana shunaqa qiynalib yurasiz. Hop, cho'zilgan bo'lsa kerak, xolos. Aniq pay cho'zilgan buni. Zarari yo'q, o'tib ketadi. Yaxshi-ham bering shifokor. Hozir davolab qo'yamiz. Hozir. Ikki kun yechmaysan. Keyin yana yangilaymiz. Xo'p. Xayol qattiq edi buni. Boshida ko'nglim bo'lmay turmushga chiqqan bo'lsam ham 5 yil davomida menga sabr qilib, mehr muhabbat ko'rsatib, g'amxo'rlik qildilar. Bora-bora mehrimni, hurmatimni qozondilar. Javohir aka yaratganning menga bergan bir marhamati. Rost mana Javohir inson. Ilohim Alloh rozi bo'lsin. Hatto bir marta bo'lsa-da farzandsizligimni yuzimga solmadilar. Bor injiqligim, xatolarimga ko'z yumib kelyaptilar. Yo'q, hech qanday Sanjar deganlari tinch hayotimga rahna sola olmaydi. Bunga aslo yo'l qo'ymayman.
ertaga xudo xolasa magazinga ham boramiz a. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rganmidingiz? Sizni kutib turgandim. Tinchlik. Buyurtma qilgan edim. Qanaqa buyurtma? Nimadir buyurtma berganmiding? Kelayni buyurtmasi. Kirish vositasini buyurtma qilgan ekanlar. Zudlik bilan deb ariza qoldirgan ekanlar. Olib kelaverdim. Ha, esim qursin. Man buyurtma bergandim. Uyda tozalash vositalari qolmagan ekan. O'shanga zudlik bilan deb ariza qoldirgan edim. Qolmagan bo'lsa, muammosi yo'q. Olaveram. Qancha bo'ldi? 150 ming bersangiz yetadi. Qani uyga kiring. Xo'p, rahmat. Berganingiz uchun rahmat lekin. Mana buyurtmangiz. Kiring. Xo'p, bemalol. Men boray. Yetkazib berganingiz uchun rahmat. Xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Sanjar aka kelgan bo'lsa ya. Voy. Siz yana nimaga keldingiz? Sizga bu yerga boshqa kelmang degandim-ku. Mohi. Nega? Ranging oqarib ketdimi? Balkim meni sog'ingandirsan. Ko'rging kelgandir. O'zimni ko'rsatib ketay deb keldim. Kecha ering oldida bemalol bu gaplashib ham ololmadik. Aljiramang, bu nima deganingiz? Og'zim bor deb har nimani gapiraverasizmi? Lekinchi kecha yomon qo'rqding-a. Bir eringga shartta aytay dedim. Yana eringga rahmim keldi. Bilsang bilarsan-a. Yaxshilikcha keting Sanjar aka. Xo'p, mayli. Ko'p gapirib o'tirmayman. Maqsadga o'ta qolay. Xullas, menga pul kerak bo'lib qoldi. Shunga to'g'ri yoningga kelaverdim. Avvallari ham ko'p jonimga oro kirgansan. Xaloskorim deb tezda kelaverdim. Hali ham o'sha tayinsiz, vijdonsizman deng. To'g'ri. Avval ko'p yordamim tekkan bo'lsa bordir. Lekin endi sizga shunchaki pul tutqazib yuboradigan ahmoq yo'q. Qani yo'qoling. Keting bu yerdan. Yo'q. Sen meni shunchaki haydab yubora olmaysan. Seni o'rningda qo'rqqan bo'lardim. Meni qo'limda qancha rasmlaring bor. Agar o'sha rasmlardan birortasini ering ko'rsa bormi? Aha, oxiri yomon bo'lishi aniq. Nima? Rasm? Qanaqa rasm? Xo'p, mana. Shunchalik ham pastga inson bo'lasizmi? Shu 3 yildan beri bularni asrab yurganmidingiz? Ha endi sog'ingan paytlarim shu suratlaringga termilib o'tirardim-da. Qancha bersam hayotimdan butunlay daf bo'lasiz. Ana endi o'zingga kelding. Mayli, seni qiynamayman. Atigi $5000 bersang yetadi. $5000? Siz joydami? Menda buncha pul nima qiladi? Senda bo'lmasa, ana shifokor eringda bor. Balkim dollarlarni saqlaydigan kattakon seyf ham bordir. Mana bularni oling. Sochingiz ancha pul bo'ladi. Mayli. Buni xamir uchidan patr deb hisoblaymiz. Lekin bilib qo'y. Men yana kelaman. Ungacha hali aytgan pullarimni tayyorlab qo'ygin. Bittami bitta qurtdek sanab olaman.
endi nima qilaman? Endi nima bo'ladi? Javohir akam bilib qolsa, ey xudo. Shu bitta betayni deb oilam buzilib ketadimi? Ularni hammasini sotsa $5000 yetarmikan? Nima qilsam bo'ladi? Ey Xudoyim, o'zing bir yechim ber. O'tinib so'rayman, yo Rabbim. Nima qilsam bo'ladi-ya? Ha, yoki oyimga aytsammikin? Ey, yo'q. Bunday qila olmayman. Oyimni ham yuragini siqib nima qilaman? Yoki Javohir akamga bildirmay, rostdan ham sefdagi pullardan olsammikin? Balki bilmaslar. Yaqin orada sefdagi pullar kerak bo'lmas. Oshxonaga kerakli dorilarni tayyorlab qo'ydim. 6 soatdan keyin to'q qoranga dorilar ichish esidan chiqmasin. Men yana qo'ng'iroq qilib eslataman. Mayli. Ha. Men ishga ketdim. Sen miriqib dam ol. Uxlagin, xo'p? Ishdan vaqtliroq kelishga harakat qilaman. Qo'ng'iroq ham qilaman. Maylimi? Rahmat Javohir aka, yaxshi ham borsiz. Yaxshi borib keling. Meni o'ylamang, men yaxshiman. Yaxshi. Tushlikka ovqat qilib o'tirma, xo'p? Buyurtma qilaman, yetkazib qo'yishadi. Bo'pti, mayli. Ey Xudoyim, nimalar qilyapman-a? O'z uyimda o'g'irlik qilyapman. Javohir aka, menga bo'lgan muhabbatingiz, ishonchingizga xiyonat qilyapman. Buning uchun meni kechiring, iltimos. Lekin shunday qilmasam bo'lmaydi. Bu ikkimiz uchun, oilamiz uchun eng to'g'ri yo'l. Hozir sefdan pulni olaman. Lekin avval Anunga telefon qilishim kerak. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Iltimos. Ey Xudoyim, bu palakat Sanjar deganlarni endi qayerdan topaman-a? Tezroq shu zormanda pullarni bersam-u, tezroq shu tashvishlardan qutulsam. Mohonur, ovora bo'lma. Sanjar boshqa kelmaydi. Uni raqami bilan ham bog'lana olmaysan. O'sha kuni Sanjar buyurtmalarni olib kelganda o'zingni tutishing g'alati edi. O'sha ablah Sanjar ham sendan ko'z uzmadi. Ozgina ko'nglimga shubha uyg'ondi-yu, e'tibor bermaslikka harakat qildim. Biroq ertasi kuni ishxonaga borganimda bemorlarimning varaqasi qolib ketgani xayolimga keldi va uyga qaytib keldim. Darvoza oldida ikkalangiz gaplashib turganingizni ko'rib qoldim. Mashinadan tushmay kuzatib turdim. Sen juda ham qo'rqib ketganding. Sanjar
telefonda senga nimadir ko'rsatdi. Sen uni ko'rding, jahling chiqdi. Juda ham vahimaga tushding. Darvozani jahl bilan yopding. Tushundimki, bu yerda bir gap bor. Hammasidan xabarim bor, Mohnur. Men sizga aytmoqchi bo'ldim, lekin ayta olmadim. Sanjar bilan to'ydan oldingi 3-4 oylik munosabatimiz boshimga bunchalar balo bo'ladi deb o'ylamagandim. Ishoning, oramizda hech gap bo'lmagan. Shunchaki bir yosh qizning hoyu-havasi kunlar kelib uning oilasiga salbiy ta'sir qilishini hech ham anglamaganman. Bilaman. Necha kundan beri o'zingni o'qqa-cho'qqa urib, xayoling bir joyda bo'lmaganligini ham bilaman. Vijdon azobida yurganingni ham bilaman. Mohnur, bir narsani bilgin. Sen meni hayotimning mazmunisan. Men seni boringcha, bor kamchiliging bilan qabul qilganman. Oilamizga sadoqatli, mas'uliyatliligini ham bilaman. Demak, meni kechirdingizmi? Ko'nglingizda menga nisbatan zarracha ham shubha yo'qmi? Nima deb o'ylaysan? Hey! Zarracha shubham yo'q. Oila degani zarracha gumon shubha bilan buzilib ketaversa, undagi er-xotinlik mas'uliyati qayerga ketadi? Qadr-qimmati qayerda qoladi? Meni tushunganingiz uchun katta rahmat. Siz rostdan ham javohir insonsiz. Yaratganning menga bergan eng katta mukofotsiz. Mohnur, sendan iltimos. Mendan boshqa gap yashirib yurma. Har qanday vaziyat, gap so'z bo'lmasin, meni xabarim bo'lsin. Xo'pmi? Xo'p. Haligi Sanjarga nima bo'ladi? Senga oilamizga ta'ziq o'tkazganligi uchun kerakli joyga javob beradi. Zora shunda aqli kirib qolsa. Muhimi sen boshqa qo'rqmagin. Yoningda men borman. Tog'dagi ering bor. Hammasi tushunarli bo'ldi. Lekin rostdan ham meni mazam bo'lmayapti, Javohir aka. Yana nima bo'ldi? Holsizlanib, ko'nglim aytib ketyapti. Rostdan ko'ngling aynayaptimi? Ha. Demak, menga o'xshagan oila himoyachisi bolajon kelyapti, shundaymi? Ha, nima bo'ldi? Voy, Mohnur! Mohnur!